Mana bugungi ish jarayonimiz domni kanalizatsiya o'tkazamiz. Sardor, nima bo'lyapti ishlar? İşlerimiz zo'r bo'lyapti. Xudo xolasa mana bunutini qilib ko'ramiz, devorlarni o'yib, kulollarimiz cho'tki chiqqan, xudo xolasa. Mana hammasi cho'tki. Stashkalarimiz ko'tarilib ketmasligi uchun shu jarayonni qilyapmiz. Devorni o'yib qilamiz. Buni sababi steshkani tagida ko'rinib qolmasligi uchun. Ko'tarilib ketadi. Yasha. Buni narjini tortganmiz mana. Anaqani ichidan devorlar orasidan nutrini tortganmiz. Yangish mo'jilli bo'lib turadi endi. Buni olib kelib mana sanuzelga ulaymiz. Bu отдельный bitta o'zi. Bitta kuxnining o'ziga. Kir mashina, dush-push ulanmaydi bunga, chunki yog' bilan soch birpasda chiqishi bir-biriga ana qilib tiqilib qolish ehtimoli bo'ladi. Hop buni ham devorlar orasidan o'tkazamiz. Kimgadir shuna xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Like va podpiska bosib qo'yishni unutmanglar.